Hurmatli kuzatuvchilar, bugun haqorat to'g'risida so'zlashamiz. Bu mavzuni olib chiqishimdan maqsad ayrim shaxslar o'zlarini tarbiyasizliklari yoki ma'naviy tubanliklarini namoyon qilgan holda boshqa shaxslarni sha'ni qadr qimmatini kamsitib, ularni xafa qilib, ular haqida turli xil bo'lar bo'lmas haqoratomuz so'zlarni ishlatib, ularni sha'niga tegadigan so'zlarni gapirishadi va buning uchun ular o'ylaydiki, javobgarlik mavjud emas yoki javobgarlikdan qutulib qolishi mumkin degan tushuncha mavjud. Haqorat uchun O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi va Jinoyat kodeksida javobgarlik masalalari belgilab qo'yilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga ko'ra, haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr qimmatini qasddan kamsitish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Va bunday huquqbuzarlik uchun qonun bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 40 baravariga qadar jarima jazosini belgilab qo'yilgan. Endi aynan mana shunday harakatni 1 yil davomida takroran sodir etiladigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Jinoyat kodeksining 140-moddasiga ko'ra, haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlash, basharti shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llangandan keyin topilgan bo'lsa, jinoiy javobgarlik masalasi qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, endi ayrim fuqarolarimiz ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Facebook, Instagram, TikTok yoki Telegram tarmoqlari orqali o'zga shaxslarni haqorat qiladi yoki videolarning ostida, kommentlarning ostida, izohlarda umuman haqoratomuz so'zlarda haqoratli jumlalarni ishlatishadi. Aynan mana shunday harakatlar uchun Jinoyat kodeksida ham javobgarlik belgilab qo'yilgan. Ya'ni bunday holatlarda agar shaxs ijtimoiy tarmoqlar orqali haqorat qiladigan bo'lsa, bu ma'muriy javobgarlik emas, balki to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka keltirib chiqaradi. Ushbu masala 140-moddaning 2-qismida belgilab qo'yilgan. Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qilish jinoiy javobgarlik keltirib chiqaradi. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, agar kimda-kim sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri haqorat qiladigan bo'lsa, unda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak bo'ladi va buning uchun javobgarlik belgilab qo'yilgan. Mani kuzatib boring, mani ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlarimga obuna bo'ling va mani kuzatib boring.